Uzun PHP dersi 36. kısım PHP'deki XML analizi. İki kısmını belgilengen expert analizi PHP'da XML ücretini bir taraf kılışını amalga oshirdi. XML'da sallaq uçurga izohat beramiz. O sallaq uçurunun kurulmasını izohlab berdi. XML'da oldin belgilengan xat kushi yo'q. Biz o'zimizdan xat kushini ishlatamiz. Expert hodisa asosida qurilgan analiz usuli hisoblandi. XML expert analizi PHP'da bor bo'lib, ayrim qochalash hojatsiz. Masalan, biz bu oddiy bo'lgan amaliy misolni ko'rsak, bu bir XML hujjati, buningki nomi test, kengaytirilgan nomi chekit XML bo'ldi. Biz buningki mana oldida buning bir bayonot e'lon qilayotgandan keyin buni node degan bir qiymatniki ichiga oldik. Bu node'niki ichidagi uchurlar hamma yerda mana to deganimiz George, from deganimiz John, heading deganimiz maqomat, body deganimiz maqomat bo'ldi. Andan keyin biz mana PHP uchur orqali bu yerda mana funksiya orqali buningdagi ama şu XML hujjatidagi uchurlarni bu yerda o'qib chiqdik. Masalan, bu yerda fopen XML hujjatini echish, uchurlarni o'qish degandek. Uchurlarni o'qib oxirida chiqarib berish, natijasini chiqarib beradigan natijada bu yerda masalan mana node degan mana uchur, uni keyin qurtashlisin, anken to qiymati, from qiymati, heading qiymati qatorliqlarni bir-bir ko'rsatib bersin degan mush buyruqlar orqali oxirida ijro qilsak, demek bu yerdagi XML hujjatiniki ma uchurlarni bizga ma PHP hujjat orqali ma xil holatda ko'rsatib berdi.